Gentra katta bolalarning mashinasini usta akamiz sotib olishibdi, avariyaviy holatda. Xullas, shu mashinamizga рабочий kuzov kerak. Hozir usta akamiz Instagramga joylab bering, kimda рабочий kuzov bo'lsa, bizga aloqaga chiqsinlar deyapti. O'zi mashinaning yili ham yangi bas, 2014-yil, shuning uchun рабочий kuzov bosamiz deyapti. Xo'p, holatini ko'rib turibsizlar, polni ag'anab, yumalab, dumalab ketgan. Mashinaga kuzov bosmasa bo'lmaydi, lekin qaranglar, shu udariga ham luklari butun qopti. Salon holatlarimiz, ayrobaklarimiz otmagan. Motor korobkalari butun. Qadrdonlar, kimda avariyaviy pachoq urilgan mashinalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab eng qimmat narxlarda sotib olamiz. Agar sizda shu mashinamizga oqimi, qorami, qanaqa rangda bo'lsa ham kuzov bo'lsa, bizga aloqaga chiqing. Pastda nomerlar qoldiramiz. Rahmat, sog' bo'linglar.